Bilasizlar, arzon narsalar bo'ladi. Bizda ikaga bekarga egalar tashab ketgan bo'lsa, bizga kerak emas bo'ladigan bo'lsa, bekarga bera olamiz. Buni bizni kuzatib turadigan obunachilarimiz yaxshi bilishadi. Qaranglar, sizlarga arzon va bekarga beradigan narsalarimizni tanishtirib o'taman. Birinchi o'rinda, hop 903 megaga akalar ekranni almashtirib olasizlar. Qo'yadigan bo'lsalar, ekrani ham 50-60 ming so'm turadi, qimmat narsa emas. Narxi 250 ming so'm, original megaga. Hop, kelgan 907 bor, mana qaranglar. 907 ni ham dominant originalidan. Xullas, bu ham chotki. Buni narxi akalar 650 ming so'm. Next 2ga men so'rovdi ko'pchilik. Bunimizdan holati tiniq holatda, chotki hamma yo'q ishlaydi. Bunimiz 250 mingga qilib beramiz. Kelgan tumanka bor 10X ga. Bu ham bir 3 kun 4 kun qo'yilgan. Akaga yoqmadi, keyin Premierda originaldan qo'yib beramiz. Buni 500 ming so'mga beramiz. Cobalt Night'ga qaranglar, salafani ham olinmagan. Bluetooth'lari bor, hamma yo'q chotki ishlaydi. Yangidek narsa, salafani ham olinmagan u. Bunimiz narxini 450 ming qilib beramiz. Bekarga bera oladigan narsani Spark full bo'ladi. Akalar mana o'zgartirilgan, xullas mana ozgina buni xullas sepiladigan ishlar bor. Bitta kuzovchiga berib 1-200 mingga septirib turib qo'yib yursanglar, neabishni ajralib turadi. Akalar telefon nomer qoldirib qo'yaman. Aloqaga chiqib olib kelsanglar bo'laveradi.